Assalomu alaykum. Bugun biz fizikaning eng fundamental va qiziqarli qonunlaridan biri impulsning saqlanish qonuni haqida gaplashamiz. Dastlab impulsning o'zi nima ekanligi va u qanday paydo bo'lishini tushunib olaylik. Fizikada jismning harakat miqdori impuls deb ataladi. U jism massasini uning tezligiga ko'paytmasiga teng. Masalan, og'ir yuk mashinasi sekin yursa ham uning impulsi juda katta bo'lishi mumkin. Chunki massasi ulkan. Kuch impulsi. Agar biz jismga ma'lum bir vaqt davomida kuch bilan ta'sir etsak, uning impulsi o'zgaradi. Kuch va vaqtning ko'paytmasi impulsning o'zgarishiga tengdir. Bu bizga avtomobillar to'qnashuvida xavfsizlik yostiqchalari nega kerakligini tushuntiradi. Ular vaqtni uzaytirib, ta'sir kuchini kamaytiradi. Nyuton beshigi. Ushbu mashhur Nyuton beshigi o'yinchog'ini ko'rgansiz. Bu rasmda impuls qanday qilib bir sharchadan ikkinchisiga zanjir kabi uzatilishi yaqqol ko'rinadi. Bu tabiatda hech narsa izsiz yo'qolmasligining isbotidir. Berk sistema. Impuls saqlanishi uchun muhim shart bor. Tizim berk bo'lishi kerak. Ya'ni tashqi kuchlar, masalan ishqalanish yoki havoga qarshiligi hisobga olinmaydigan darajada kichik bo'lishi lozim. Qonun ta'rifi. Mana asosiy qonun. Berk sistemadagi barcha jismlar impulslarining yig'indisi o'zgarishsiz qoladi. Jismlar bir-biri bilan qanchalik kuchli to'qnashmasin, umumiy impuls har doim saqlanadi. Matematik ifodasi. Matematik tilda bu to'qnashuvgacha bo'lgan impulslar yig'indisi to'qnashuvdan keyingi impulslar yig'indisiga teng deganidir. Bu formula orqali biz to'qnashuvdan keyingi jismlarning tezligini aniq hisoblay olamiz. To'qnashuv turlari. To'qnashuv ikki xil bo'ladi. Elastik, ya'ni sharlar ajralib ketadigan holat va noelastik, jismlar bir-biriga yopishib qolib, umumiy massa bo'lib harakatlanadigan holat. Reaktiv harakat. Eng hayratlanarli misol raketalar. Raketa gazni pastga otib yuboradi. O'zi esa impuls saqlanishi tufayli yuqoriga uchadi. Bu reaktiv harakat deb ataladi va koinotni zabt etishimizning kalitidir. Amaliyotda, kundalik hayotda, masalan, bilyard o'yinida yoki figurali uchishda sportchilar impuls qonunlaridan mohirona foydalanishadi. Shuningdek, yo'l transport hodisalarini o'rganishda ham bu asosiy hisoblanadi. Shu bilan taqdimotim yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.